Keling. Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz bir xonadonimizni gilam bilan to'ldirganmiz. Chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Ho'l qismidan boshlaymiz. Ho'l qismimizga biz 3 metrga 4 metrli Eronda ishlab chiqarilgan 100% akrildan tashkil topgan gilamimizni solib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Sifati juda ham zo'r. Ho'limiz svetli remont bo'lgani uchun biz shu yorqinroq havo rang tanlaganmiz va shu gilamga moslab xonadon egalari parda tanlashgan va mebellar tanlashgan. Juda ham uyg'unligi bir-biriga mos tushgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Va ho'ldan koridor qismiga o'tganda ham daroshka metrajli daroshkamizni shu neobichniy ko'rinishda qilib, usta bolalarimiz bor. Chiroyli qilib bitirib berishgan. Buni ko'rsanglar bo'ladi. Shu yo'liga moslab, Z obrazniy qilib ishlab berishgan. Buni ham keling yaqinroqdan ko'rsating. Choklarini ulab, bir-biriga mos tushadigan qilib berilgan. Keyin bu qo'limizda zina qismiga chiqiladi. Zina qismiga ham xuddi shu gilamni pog'onalarini o'ziga mustahkam qilib qotirib berilgan. Juda ham chiroyli chiqqan. Buni ham bitta ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Qo'ldan kirishimizda to'g'rida zal qismi bor. Keling, bu yerda ham bitta ko'rsatamiz. Zalimizga ham 4 metrga 5 metr razmerda Eron gilamini solib berganmiz. Bu ham 100% akril, juda ham sifati zo'r. Zalbob gilam. Zalda asosan parda va aboylarga moslashtirib solib berganmiz va mebellarini shu gilamlarga mos qilib keyin sotib olishgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Oshxonamizga Turkiyani sifatli gilamini solib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu ham 100% akril, ancha yil xizmat qilib beradi. Ayniqsa oshxonada ayollar uchun juda ham kerakli va qalin, juda ham sifatli gilam solib berganmiz. Mebellari va shu interyerga mos qilib, high-tech uslubida gilam solib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham sifatli gilam. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilishda zinalarga shu ho'ldagi gilamni, daroshkalarni pog'onalariga chiroyli qilib qotirib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qavatga ko'tarilganda ham kichkina ho'limiz bor, koridor hisobida. Bu yerga ham daroshkamizni shunaqa uchburchak hisobida qilib berganmiz. Endi ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli qilib ulab berganmiz. Gilam yaxlitdek shu xona uchun yasalgan gilam. Ikkinchi qavatga ko'tarilganda ham zalimiz bor. Bitta ko'ringlar. Bu xonadonimizdagi eng chiroyli chiqqan xonasi desa ham bo'ladi. Mebellariga, pardalariga, hamma narsaga juda ham mos tushgan. Gilam ideal darajada tushgan. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda ikkita bolalar xonasi bor. Birinchisini sizlarga ko'rsatamiz. Keling. Bu xonamizga Turkiyada ishlab chiqarilgan 100% bambukdan ishlangan gilamimizni solib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Sifati juda ham zo'r, xonaga idealli tushgan. Ikkinchi detskiy xonamizga ham Turkiyaning sifatli gilamini solib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda ham mebel va remontlariga juda ham zo'r mos tushgan. Ayniqsa mebellar ranglari va gilam ranglari bir-biriga juda ham mos. Ko'rdinglar, hamma xonalarga gilamlar juda ham idealni mos tushgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Gilam saroyiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Hammanglarni Gilam saroyida kutib qolamiz.